Men o'zbekchani tushunib turibman-ku. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Привет, негр. Hello. Aka, yomon bola kimgadir o'xshatyapman bor-ku. Am живойmi? Dashalak. O, ham bolaga o'xshayib ekan-a? Ha? Aka, asli gaplashib, negerlar bilan gaplashib ko'rmaganman-da, o'shanga. Ha, bo'l. Aka, bu o'zbekcha gapiraveraymi sizga? Endi tushuntirib berasiz, tarjima qilib beraverasizmi? Bu bosaramiz. Afrikada suv bormi? Is there any water in Africa? Aka, yepamiz. Men o'zbekchani tushunib turibman-ku. Ismingiz nima? Emanuel. Limonad? Emanuel. Ha, Emanuel, uzr. Limonad deb eshitdim. Emma do, yoki M. Привет, M. Eminem. Aka. O'zi, u haqiqat emasmi? Katta bo'lishi. Yo, men savolim Sizin lekin ko'play qisman. Ha, turing, haqiqat, buyuk haqiqat emasmi? Anima, voy? Teshkina keturaylik, jigar. Teshkina keturaylik. Telefoningiz bormi? Telefoningiz bormi? Ha, bor. Bo'pti, brat, telefoningizni berib turing, shuna qizimga yozib oling, men bloklab qo'ydim. Yo'q. Ne? Ha, просто yo'q. Eminem qaysi ashulachini yaxshi ko'rasiz? Eminem. Bitta tashiysiz, qarab turing mana. 1 sekundda chiqarib beradi, ko'rasizmi? Yana buncha bunda effektlari bor-da. 8 konsert qo'ydi. Konsert varianti bitta eshitib ko'ring siz. Yo. Tam gav. Got this. Gang. Yana Instagram, TikTok, Facebook bormi? YouTube, Google. O'shandan любой video. Shunda bor. O'shandan любой videoingizni MP3 smaskacha chiqarsangiz bo'ladi. Eng muhimi dispatchga. Buni nomi bilasizmi nima? Savet Instabot. Buni qayerdan qidirishni bilasizmi? Telegramda. Assalomu alaykum aka. Chilonzor qayerda edi? Bo'ldi aka.